Diqqat, shoshilinch xabar. Barcha dollar yig'ib qo'ygan fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Hozirgina dollar kursi belgilandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, O'zbekistonda dollar kursi yana pastladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 29-aprelda amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, yevro kursi 6,38 so'mga tushib, 14,696 so'mga to'g'ri keldi. Rubl kursi 0,37 so'mga ko'tarilib, 156,93 so'mni tashkil qildi. Dollar kursi 9,04 so'mga pastlab, 12,948 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.